Men O'zbekiston tumani Qudash qishlog'idan keldim. Mana shu 10 kun rosa yomon qayd qildim. Bormagan doktorlarimiz, ko'rinmagan apparatlarimiz qolmadi. Oxirgi o'sha hafta doktorlari shaqa yo'llanma berishdi. Mana bu yerga kelganimga bugun Xudoga shukr 5 kun bo'ldi. Ertangi kuni oshqozonimni operatsiya bo'lib, oshqozonimda grija bor ekan. Shitoga doktorlar, bolajonlarim hammalari olib tashadi. Avvalasi Allohga shukr. Doktor bolalarimga ham shukr. Mana Hoji Akbar o'limizga ham katta rahmat. Martabalari ulug' bo'lsin. Orzu havaslarini ko'rsin, bolalarni baxtini ko'rsin. Bunaqa bemorlarga shifo berib yursin. Davlatimizga ham rahmat. Prezidentimizga ham rahmat. Shunday chiroyli sharoitlar yaratib qo'yibdi. Bunaqangi doktorxonalar sira ko'rganimiz yo'q edik. Xuddi sanatoriyaga kelgandek bo'lib, mana 5 kunda yoqqa turib, ovqatlarni yeb, sog' salomat bo'lib, uyga ketish harakatidamiz. Hammalariga katta rahmat. Topganlarga Alloh baraka bersin. Rahmat.